30 ga 20 ga kirgan bola 5-6 so'm pul topadida o'zini aqlli his qilib qoladi. Otasini ham gapini olmay qo'yadi, onasini ham gapini olmay qo'yadi. Chunki otasi unchalik pul topmaganda butun gapiradigan bo'lib qoladi. Qarindoshlari haqida, "Bu anaqa, mana qilish kerak, ana qilish kerak." Nima gapirtiryapti uni? Topgan 3-4 chaqasi. Endi ota aytadi, "Qo'y bolam, uni dema, qo'y, nazardan qolma, xo'p deb qo'yaver" deydi. Desa bu pul topib esli bo'lib qolgan, otasini nima qilmaydi? Ha deydi. Bu ota hayot haqida ma'rifati bor. Chunki mashaqa katta gapirib, nazardan qolib juvonimay bo'lib ketganlarni sanab beradi mahallangda. Endi bu bilmaydi bu hech narsani. U o'zini aqlli his qilyapti. Nima uchun? Shuning uchun yoshlar, otamiz, onamiz tirik ekan, o'sha hayotiy tajribalarni so'raylar-da. Mana aytib berishadi. Mana mahallamizda palonchi deydi. Manaqa qilib qaqshatgan edi, bir paytlar mana qilib uyini tortib olgan edi, bir paytlar yumaloq xat yozib anaqasini olib olgan edi. Keyin manaqa bo'ldi, keyin manaqa bo'ldi, keyin manaqa bo'ldi. Mana o'shuning uchun kattalar bilgan narsani yoshlar bilmaydimi? Demak, hech qachon kattalar bilan yoshlar teng bo'lmaydi.